Qizim. Ona o'li soat 5-ku. Akang ham 3 ga turadi. Obeddan keyin a? Akangga zavtrak tayyorla. Obedda turadi baribir. Unga zavtrak nima kerak? Shoqni qilmasin, uyqum qochyapti. Ol qo'lingni. Bor ishlaringni qilib yeysan. Qo'l. Jamila. Anya, endi choy. Muncha molda yeding? Men onamning shahzodalariman. Men dadam malikasiman. Zato onam uyda ko'proq bo'lalar, men ko'proq shahzodaman. O'g'lim Misrda. To'xta. Ha? Senmi o'g'lim? Ona qarang bunisi. O'zi tushib ketdi. Hamma ayt senda. Suyuq yopgansan varennini. Allah aytib qo'yay akamga yo'q bo'lib ketgan akamni. Nima qilyapsan? Allah aytibmi? O'zi yana tursa injilik qilib yana ish buyuradi menga. Ona tursin, suvib kelsin. Mana uyg'otding. Ona faqat men ishlatib yurasiz, asramaysiz ham bir, ha? Chunki sen o'zi yoshligini asrab olganlar. Ona nima shu o'g'lingizni erkalatib yurasiz? Sen ketadigan odam. Kunim shu bochka o'yga qoladi.